Assalomu alaykum qadrli dakan ishqibozlari, mana bugun Andijon oblast Shahrixon rayon Xoldavonbek Cho'ja bozoridamiz. Seshanba kun bo'ladi. Makiyonchalar necha puldan aka? Hammasini olasizmi aka? 8 ta bor. Bitta xo'p. Xo'p, gapiringchi hammasini. Xo'p. 70 dan beradi. 75. 40 dan shitir. O'tgan bozor 50 dan sotildi. To'g'ib qo'ygan pastchi. Bo'ldimi 40 dan? Oxirgi narxini aytib qo'ying. Aylanib kelamiz. Oxirlarni bilmayman, men mo'jalimda sizlarni. Endi kattaroqlarni o'tgan bozor hali Vyetnam, Dakan. To'g'ri. 40 dan bo'ldimi? Hammasi shunday ko'tarasiga. Qo'shim beraman hammasi. Ana. Qo'shim beraman. Bo'pti, rahmat. 40 dan chamamda 45-50 dan beradi mana. O'rdaklar necha pul ekan? 60 ming, 70 ming zo'r. Ana endi Dakan bozoriga qarab kelyapmiz. Realni narxlarda harakat qilamiz. Ustaga necha pul ekan bu? Jo'jani ko'rasiz bo'ladimi? Jo'jalar zo'r ekan. 1300 ming. O'ta zot yaxshi narsalar ekan. 1 million 300-200 ga bermayapti. Zot yaxshi shekilida, realni narxlar bular. Necha pul aka, sisarka? 700 ming. Jonivorni qarang turishini. 700 ming kami bor. Bo'ladigan narxni ayting-da. O'tgan bozor chiqmadimi? Yo'q. Bo'ladigan narx. 700 ming. Zo'r ekan. Mana suyagi buzuq jo'jalar ekan. Necha puldan? 300 mingdan. Zo'r ekan. Bo'ling endi. Quroq qildimi? Xo'roz ko'rmay gaplashib turibsiz joniga. 150 dan qilishibdi. Siz oling endi. 150 dan qilishibdi. Shalpan necha pul ekan aka? 1 million. 1 million. Topponchi eganda shalpan 1 million kami bor ekan. Bo'ladigani qancha? 400 berishga bermayapman aka. 400 ga berilmayapti. Shunday qo'shilsa berilar ekan. Hamma yo'q, xo'roz mana. Sizlarga ko'rsatamiz. Alo. Makiyonni oldingizmi? Yo'q, sotiladi. Sotiladi. So'qqidan ekan chubatidan. Shularda realni narxini aytib o'ringchi. Sotiladigan narxini 500 mingga sotilar ekan mana. 4,5 kilo 4 kiloni tepasida ekan mana. Makiyonlar zo'r ekan. Yo'q-da. Nimaga deysiz? 4 kilo, 4,5 kilo atrofida ekan bu. Ya o'z ko'rinishi. Gap yo'q. Orientirovka mana zo'r makiyonlar ekan. Cho'jani necha pul aytyapsiz? 700 ming kami bor ekan. Qadrli muxlislar. Tani toza cho'ja ekan, shakala deyiladi bu. Mana. Xoldavonbek Dakan bozori, Andijon oblast. Xoldavonbek Dakan bozori. O'sha yerda bitta makiyon par ko'rib qoldim. Makiyon par ko'zimga ko'rindimikin ha shu yerdagi. Shepa makiyon par necha pul? 2 million. Voh. Ana ishqibozlarga 2 million.
kami 5,5 kilo shekilli o'zi ham. 5 kilo tepasida ekani. Zo'r. Mayda mana shalpamni rostagami chiqibdi. Bunaqa shalpamni zo'rlari Murodjon Ajdarda bo'lardi-da, hamjonlik kahonimiz. Shalpamni nech pul aytyapsiz? 2 million. Zo'r. Mana deyarli bozorda yuribmiz. Uzr sal barmoqda ezdim. Mana xo'roz nihoyatda ko'p xo'roz. Jo'jalar ekan, kechikmi. Buti yo'q, chiroyligini qarang. Xo'roz go'shtlari, yemlari. Bekor ketdi. Nimaga nech pul qilishdi? Nech pul? Bekor ketman degani. Mart oyida aylarda bekor ketmanda qarayam qoldi bozor. Nihoyatda ko'p, qarang ana. Nihoyatda ko'p. Mashina bordi. Yo'q, zato bunga aylanib maza qilasiz, xo'rozlarga qarang ko'pligini. Chang ham. Nech pul xo'roz? O'zi ham naq 5 kilo ekan, 6 kilo bo'ladigan xo'roz ekan. 6 kilo. Hozirgi turishi 5 kilo ham berdi-da. Nech pul? 3 million deyapti. 3 million. 3 million? Siz telefon nomerini Xo'rozda. siz doim mana qilasiz. Bo'ldi, ayting. Ketmaydi unda. Ayting. Ayting nomeringizni. Aytavering. 4 ta bor ekan. Mana 99 lik ekan, 4 ta bor ekan zo'ridan. Telegramga qo'ysalar kerak. 515 92 63. Bitta ko'rmadingda bu yer. Ha, bo'ldi. O'zim hal qaytisi shunday aytaman, bepul topib olasiz, bemalol. Ammo ular mart oyida katta narsa. Mart 5-mart. Ular rost ekan 6 kilo ekanda ular, ha. 6 kilo bo'lsa urishmaydi bular. 5 kilo, 5,5 kilo bo'ladi turlar bo'lsa. Nakatchini bo'lib. Ammo 5 kilo ham urishadi. 5 kilo bo'lsa yaxshi. Ana 5,5 kilo qilsa urishar ekan. Gap yo'q mana. Rost ekan ishqibozlar. Xo'roz o'yinlar bo'lganda bunaqa xo'romasdi xo'rozlar, ha. Davralar bo'lganda. Mana shunaqa shinavandalar. Xo'rozlar bozorda xo'r bo'lyapti-da. Davra ko'radigan xo'rozlar, davralarimiz yo'q. Bu sro'ga o'tgan kalbasa shekilliga. Kalbasa. Xo'rozlarga. Bular nech pul? 15 mingga 2 ta mana, 1 kilo oshiq. 15 mingga 2 ta xo'rozga kalbasa ekan. Xoldevonbek, Dakan bozori. Sizniki nech pul? Tulay? 500 ming aka. 500 ming mana. Ko'ring, g'aza yaxshi tulay. To'pponcha tulay ekanda. Shunaqa ertalabda 2 million, 3 million aytiladi-da. Oxiri keyin 3 dan 1 narxga sotiladi. Ko'ktoy nech pul ekan? 1 million mana. Rosa katta narsa ekan bu ham. Chami bor 1 million. Hamma yo'q xo'roz, hamma yo'q xo'roz. Mana mayda savdo bo'lyapti. Qadrli do'stlar, omon bo'lasizlar. Mana bozor qaynab yotibdi, bozor bor-ku. Mana. Haqiqiy Andijon oblasti adresini yaxshi bilmaydiganlarga, Andijon oblast Shahrixon rayon, seshanba kun bo'ladi bozor, seshanba kuni. Hurmatli Dakan oda kelaverasizlar, mana marhamatdan kelyapti, madaniyat Qirg'izdan ham kelyapti, xaridorlar yurib chetlarda. Omon bo'linglar. Salomat bo'linglar hammalar.